Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar va o'zbek futbolining fidoyi muxlislari. Bugun butun O'zbekiston futbol milliy terma jamoamiz ortida birlashadi. Oldinda Kolumbiya, Portugaliya va Kongo futbol terma jamoalariga qarshi tarixiy bahslar turibdi. Maydonga 11 nafar futbolchi tushadi. Ammo ularning ortida millionlab o'zbek xalqining ishonchi, yuragi va duosi turadi. Aziz do'stlar, keling jamoamizni bir tanu bir jon bo'lib qo'llab-quvvatlaylik va futbolchilarimizga cheksiz ishonch bildiraylik. Butun dunyo O'zbekistonni ko'radi. Milliy bayrog'imiz baland ko'tarilib, madhiyamiz yangraydi. Ishonamizki, futbolchilarimiz haqiqiy o'zbekona jasorat, matonat va iroda bilan maydonga chiqib, xalqimizga yanada unutilmas g'alabalarni taqdim etadi. Yashasin O'zbekiston! G'alaba bizniki bo'lsin!